Hammaga salom, bu darsimiz Color Space bo'ladi. Unreal Engine'dan o'zimiz xohlagan softlarga to'g'ri Color Space'da eksport qilishni ko'rib chiqamiz. Birinchi bo'lib GitHubga kirib olamiz. Bu yerdan Aces 1.2 konfigini sketch qilib olamiz. Passwordga tushamiz. Buni sketchga bosib olamiz. Bu yerga yozib olamiz. Config sketch bosib olamiz. Xo'p. Arxivdan buni ochib olamiz. Adresimizni kopiya qilib olamiz. Unrealga o'tib olamiz. Bu yerga yozib olamiz config. Hop, klik qilamiz. Color deb yozadigan bo'lsak, open color configuratsiya chiqib keladi. Hop, bosib olamiz. Yozib olamiz Aces. Hop, bu yerdan birinchi bo'lib GitHubdan sketch qilgan color configimizni tanlab olamiz. Hop, plus bosib olamiz. Bu yerdan tanlab olamiz. Hop, linear sRGB. Keyingisini tanlaymiz SSCG. Buni save qilib olamiz. Render nastroyga o'tamiz. Bu yerga qo'shamiz color output. Bu yerdan tanlab olamiz konfigimizni, ya'ni mana bu konfigda. Xo'p. Buni linearga o'tkazib qo'yamiz, pastdagini Acesga o'tkazib qo'yamiz. Galishkani yoqib qo'yamiz. Xo'p. Bu yerga yozib olamiz Aces. Render bosib olamiz. Shunda e'tibor beradigan bo'lsak, viewportda ko'rayotganimizdan boshqacharoq rangda render qilib beryapti. Xo'p, endi color outputni o'chirib turamiz. Buni 709 deb yozib olamiz. Render bosadigan bo'lsak, o'sha boshqacha. Xo'p, endi DaVinci'ga kirib olamiz. DaVinci'ni color space'ini ham Acesga o'tkazib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Birinchi bo'lib project settingga o'tib olamiz. Bu yerdan color managementga o'tib, hop, Aces CCT ni bosib olamiz. Bu yerda Aces 1.2 ni tanlab olamiz. Hop, bu yerdan Rec 709 tanlab olamiz. Bu yerdan ekranimizni razmerini tanlab olamiz. 2560 ga 1440 30 fps. Save. Hop, endi renderimizni o'chirib olamiz. Hop, bu o'sha 709. Bunisi Aces. Dalsiyani atrobotka qilishimiz uchun Acesda ishlagan yaxshi. Xuddi shunaqa After Effectsda ham color space'ini to'g'rilashni ko'rib chiqamiz. Birinchi bo'lib faylga o'tib olamiz, project settingga o'tib olamiz. Bu yerdan colorga o'tib, buni pastdagisiga o'tkazib olamiz. Bu yerdan Aces 1.2 ok bosib olamiz. Bu yerdan ham xuddi shunaqa renderimizni ochib olamiz ikkalasini. Ikkalasini farqi 709, bunisi Aces. DaVinci'da sveta korreksiyalarni qiladigan bo'lsak, Acesda ishlaganimiz yaxshiroq. Agar renderimizni prosta montajda yig'ib chiqadigan bo'lsak, hech narsasini o'zgartirmasdan, unda o'sha sRGB linear 709 da bemalol ishlasak bo'ladi.